Qadimgi Samarqandamiz, podyomnik ustanovka qilgani kelganmiz. Yuringlar ko'rsatib o'taman. Assalomu alaykum. Bismillah. Podvaldan birinchi etajga chiqadigan podyomnik qilganmiz. Bu avtomatikasi deyarli yo'q. O'zini knopkasini ustanovka qilib berganmiz. 1,5 tonnalik telver o'rnatilgan, ko'rishingiz mumkin. Eshikli. Platformasi 120 ga 120 bo'lgan. Bu yoqdan yuk qo'yiladi, tashne pastdan yuk qo'yiladi, pastda sklad bo'ladi. Bu yoq taraflarimizda katta supermarket, magazin bo'ladi. Pastda sklad bo'ladi. Pastdan hozir ko'rsataman. Skladdan yuk tepaga chiqariladi. Hozir ishlashini ko'rsatib beraman. Xo'sh, mana bu tepadagi knopka bilan faqat upravleniya qilinadi. Pastda knopka yo'q. Tepada bitta ограничитель bor, xolos. Tepaga chiqib ketishini oldini oladi. Mana knopkani bossam ham ishlamaydi. Faqat mana pastga bossam ishlaydi. Tovushini eshitib turibsizlar. Hurmatli mijozlar, mana shunaqa tovush chiqaradi o'zidan. Ilojisi yo'q. Bu lift emas, bu gruzovoy podyomnik. Bu bunaqa shovqinsiz ishlaydigan narsa emas, arzonchiroq narsa, liftga o'xshagan qimmat narsa emas. O'shaning uchun ozgina tovush chiqaradi. Tepaga ham chiqib o'tganda ko'rsatib beraman. Mana kabinamiz 120 ga 120 baquvvat temirlardan qilingan. Hammasi tepaga chiqib o'tganda ham mana bu ограничители bor. Hozir o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Tepaga chiqib bo'lgandan keyin o'zi avtomatik to'xtaydi. 1 2 3 to'xtadi. Tepani ограничители bor. Past ограничители yo'q, pravda. Pastga tushib ko'rsatib beraman. Qanot knopkani bosib yuboring uka. Eshigi yopiq holatda, setkalari bor. Mol tushib ketmasligi uchun, tovar tushib ketmasligi uchun setkalar qilingan. Bos pastga. Mana shu podyomligimiz, o'zim chiqib yurib beryapman podyomnikda. Faqat bunaqa chiqish mumkin emas. Odam chiqishi mumkin emas. Xo'sh. Mana bu yerda podvalda demak sklad bo'ladi. Mana o'sha qurilishlari polniy jadal ketyapti. Mana shu katta skladimizdan bu yerda tovarlar saqlanadi. Podyomnik orqali pastga olib tushiladi. Tepaga olib chiqiladi, ming bor uzr. Demak, mana shu podvaldagi sklad, mana shu podyomnik orqali tepaga tovar olib chiqiladi. Tovarlar mana shu yerdan shuni ro'xla-po'xlasi bilan kirib ketadi, pastga olib tushiladi. Bo'ldi, tepaga chiqib ketadi. Hurmatli mijozlar, kimgaki shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarimizga aloqaga chiqasizlar. Samarqand shahrida ustanovka qilganmiz. Podyomnik, gruzo podyomnik 1 tonna, platforma 120 ga 120 bo'lgan, bitta poddon sig'adigan bo'lgan. Gruzo podyomnik 1 tonna, bitta poddonga o'zi 1 tonnadan ko'p deyarli yuk ortilmaydi. Bu yerda endi supermarket bo'ladi, tem bo'lib bu yerda unaqa og'ir g'ishga o'xshagan, sementga o'xshagan yuklar ortilmaydi. Shuning uchun 1 tonna ko'pchilik masalalarni hal qilib qo'yishga yetarli bo'ladi. Kimgaki kerak bo'lsa, tanishinglarga jo'natib qo'yinglar, shu videoni ulashib qo'yinglar. Videomiz yoqqan bo'lsa, podyomimiz o'zi yoqqan bo'lsa, like bosish va bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Rahmat, kattakon sog' bo'linglar.